G'alati tovush. Xuddi tosh ko'chadan traktor haydab o'tishayotganday. Biz bu tovushni manevrlarda juda ko'p eshitganmiz. Tanklarga o'xshaydi. Nahotki urush bo'ladi, tank kapitan, ha? Bilmadim, otaxon, bilmadim. Bundan bir soat avval nemislar telefon qilib 21-ni jo'natmaylar deyishdi. Qanday qilib jo'natmayman? Axir o'zingiz bilasiz-ku, u xalqaro poyezd. Pan boshliq. Pan kapitan. Yana aloqa uzilib qoldi. Na telefon, na telegraf ishlaydi, bilasizmi? Yaxshilab tekshirib ko'rdingizmi? Hammasini tekshirdim, nima ketmaydi. O'tgan kuni ham simni uzib tashlashganda shunaqa bo'luvdi. Pan kapitan, 14 soldatim bilan Poznanga jo'nab ketyapman. Esingizni yedingizmi? Qo'poruvchilar yana simlarni uzib ketishibdi. Xuddi o'z uylaridek yurishibdi. Ko'ppa kunduz kuni transformatorni portlatishdi. Siz bo'lsangiz, 14 soldatim bilan ketyapman deysiz. Polkovnik chegaraga qo'shin to'plab, nemislarni g'ashga tegmanglar dedilar. Qator bo'lib saplaninglar. Tartib bilan salab chiqilsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ldi. Bitta kamsizlar-ku, kim yo'q safda? Franik dolisi yo'q. Balkim piyo ichayotganimizda bir oyoq urib qolgan bo'lsa kerak. G'urbatay, ehtimol u ana vagondadir. Ko'rinmadi u yerda. Biz bilan bir kupeda kelayotgandi. Hali ko'radi. Smirno! Nale, hop! Shagam, marsh! Bugun maza qilib olib keldik. Nima, passajirlar rozmi? Bunaqa vaqtda kim ham chegaraga yaqinlashadi deysan? Poznandan bitta ham odam kelmadi. Hali maosh berishmadimi? Nahotki bugun birinchi bo'lsa? Rosa 3 soat bo'ldi 1-sentyabr kirganiga. Shuni ham bilmaganingizga hayronman. Jin ursin, bunaqa g'alog'ovurda boshni yo'qotib qo'yish ham hech kam emas. Poyezdni jo'natyapman deng. Bo'lmasa nima qilishim kerak? Kattalar bilan aloqa uzilib qolgan, nemislar esa xo'jayin emas. Uchinchi tank diviziyasining 20-polki buyruqqa binoan jangovar pozitsiyani egalladi, janobi general. Polsha tomonidan qo'shinlar harakati sezilmayotir. Janob general, 22-Landsberg piyoda polki to'la jangovar vaziyatda turibdi. 6-tank diviziyasi buyrug'ingizni kutmoqda, janob general. 2 soat burun buyrug'ingizga muvofiq polaklarga poyezdni jo'natmay turinglar deb aytganmiz, janob general. Diqqat! Wehrmachtning barcha qo'shilmalari, harbiy dengiz floti hamda harbiy havo kuchlariga buyuraman. Soat 4dan 45 minut o'tganda Weiss planini bajarishga kirishilsin. Imzo Adolf Hitler. Zik, hayr! Shunday qilib, janoblar. Wehrmachtning barcha qo'shilmalari tarixiy daqiqalar yaqinlashmoqda. 3 minutdan keyin
Qo'shinlarimiz hujumga o'tadi. bajarishga kirishilsin. Sizlarga muvaffaqiyat. Imzo Adolf Hitler. Yevropaning so'nggi 3 minutlik osoyishta uyqusi o'tmoqda. Butun dunyoning janob general. Ha. Führer! Marhamat, janobi general. Poyezdni sizni soldatlaringiz qo'riqlayaptimi, janobi Kunger? Ha? Eshitaman janob Oberstruführer. Xuddi shunday janob Oberstruführer. Eshitaman janob Oberstruführer. Fan konduktor, bu qaysi stansiya? Biroz mizg'ib qolman vagonda. Haligi Qo'poruvchi. Xudoga qo'poruvchi. To'xta! To'xta, otib tashlayman. Yefreiter Steinhauer 14-shoxli minorasidagi postni qabul qildi. Ober Yefreiter Adolf Müller 15-soqchi minorasidagi postni qabul qilib oldi. Undan keyin nima bo'ldi? Tok qaychini olib, shat kesdi. Diqqat! Navbatchi Oberfeldfebel, Gansklyugi. Hammasi joyidami? Xuddi shunday, janob leytenant. Harbiy asirlar o'zlarini yaxshi tutishyapti. Go'yo o'quvchilarning yozgi lagerda yurgandek, o'ynab kulib yurishibdi. Buni grajdan chiqib olish mumkin. Yoqasini olib tashlab, tugmachalar qadaysanda bemalol kiyib yurish. Projektorlarga tok anavisidan boradi. Bir amallab usta bo'ladi. Shunaqangi avariya qilishdi. Bechora qo'lsiz oyoqsiz yo'lda satib yuribdi. Tulkiga non yo'q biroz, kalbasa ham beringlar. Daraxt yonidagi trubani chizdingmi? Stansiyaga chapga burilib boriladi. 12 ta simyog'och bor. 350 metr. Uzoq-ku. Chizaveradi. Qalbaki hujjatlarni tayyorlash kerak. Buni keyin eplay. Meni bir tanishim bor bu yerda. Juda ham uchar. Juda ham soz. Yana bir ish bor. Eng muhimi qayerdan bo'lsa ham grajan kiyimini topish zarur. O'ylaymanki. Diqqat janoblar. Qo'liga tok qaychini olib, shart kesdi. Bir kapitan bilan qiziq voqea yuz bergan edi. Ram bema'ni odam ediki,
ertadan kechgacha ishlatardi. Xotini guldastani juda sevardi. Uni rosa parvarish qilardi. Biz gullarni orasiga tikanli simni tortib qo'yardik. Kim u o'zi? Meni baragimdan shubhali yigit. Qayerda jang qilgan, qayerda asir tushganini so'rasang, indamaydi. Ein bisschen Gras. Aber gefällt dir wieder nicht. Oh, tezroq bo'l, tezroq bo'l. Nega emlaysan? Sharga kelganing yo'q bu yerga. Kovla, xotin ol. Men bu tomondan qaziyman, qani ko'tar. Hey! Yarzimagan narsa bilan muncha yurtiysan. Hech nima qo'lingdan kelmaydi. Soatdan beri ovorayan. Bringt er jetzt raus. Schieb ihm das runter. Packung gibt er. Du, bitte. O'shandan keyin u menga shunday dedi. Buni menga ne'matda aytgansan. Yurish mendan. Men seni donang yura olaman. Qani, men bunda yuraman. Men bunisini ham olaman. Damkech. Qanaqasiga damga chiqasan? Mana buni damga deydilar. To'xta. Gugurt. Topiladimi? Chekmayman. To'xta. Grajamcha kiyim topishim mumkin. Faqat menga yordamchi kerak. Tintuk. Ko'rinishingdan bu yerda to urush tugaguncha o'tiradianga o'xshaysan. Fransiyada polyak otryadlari tashkil qilinmoqda. Qurol topib yana soldat bo'lamiz. Qo'ysang-chi. Ahmoq, bilgan narsasi faqat Yo. Romli qilyapsan. Qani shashkani joyiga qo'ychi. Sen bilan o'ynayotgan yo'q. Tuproqni boshqa yerga turishga to'g'ri keladi. Bittasi meni kuzatib yuribdi. Yo'q. Ko'ramiz chiqishini. Mana 1, 2, 3. Qo'yil, bir yurishda 3 tasini oldi ya. Qani bo'ldi, boshqalar ham o'ynasin-da. O'yla.
Hammasi to'g'ri. Burasang bo'ladi. Bo'ldimi? Nega buramaysan? Hozir, muncha shoshasan. Bo'ldimi yo yana buraymi? Nima? Tushunmadim, yana buraymi? Bo'ldi, boshqa burolmaydi. Shu ham hazil bo'ldimi? Esingni yedingmi? Buning uchun javob berasan. Ahmoqlar. Muddatidan ortiq ishlaydi. Ha, ishlayver. Yana so'kishishdi. Mana shu dushga 2 haftadan beri ovoramiz. Hech foydasi yo'q. Turgan bitgani g'alva. O'zing o'yla. Shu iflos ish bizning nemislar uchun loyiqmi? Toqchilar! Jimsanchi! Jim bo'l! Baqimachanchi! Asirmaga hujum qildi. Yordam beringlar, yordam! Toqchilar! Ana, 3 xat yotganing yetar. So'roninglar. Yana qo'limga tushadigan bo'lsang, osonlikcha qutulmaysan. Hadi yur. Tezroq yur. O'tkazib yuboringlar. Barcha harbiy xizmatchilar nomidan jasoratingiz uchun sizga tashakkur izhor etaman. Kamandamga quloq soling. Smirro! Birinchi bo'lib qochishga uringan o'qchi Fransiyashik davlat sharafiga. Gip! Jannat darvozasida turibmiz, qaddimizni biz bukib, payg'ambarni kutamiz, ko'zimizdan yosh to'kib. Jannat darvozasida turib,
Iltimos, bizni kechiring haligi. Bizga ma'lum bo'lishicha, soldatlarimizdan bittasi qochishga tayyorgarlik ko'rishda sizga yordam berishdan bosh tortibdi. Biz uni Yo'q, arzimaydi. Yaxshi o'zim gaplashaman. Yo'q. Meningcha uni tichib qo'ygan ma'qul. Dam olish kerak. Albatta kechirasiz. Kechir meni birodar, senga yordam bermaganligim uchun. Men va meni yana ikkita o'rtog'im, mayli hammasini keyin tushuntirib beraman. La'natli banditlar. Shu ham hazil bo'ldimi? İflos cho'chqalar. Dorga osish kerak hammani yaramaslar. Vladek seni so'rayatuvdi. Hay soldatlar, hushyor bo'l. Menimcha planing noto'g'riga o'xshayapti. Qandaydir ustiga duch kelib qoldim. Yonlab o'tib bo'lmaydi, hamma yoq truba. Qayerda ekan? Devordan 17 metrcha narida. Mana, belgilab qo'ydim. Ey soldatlar, hushyor bo'l. Ey soqollik. Hammasini ko'rdim. Qo'lingdagini ko'rsat. Janob leytenant toshni shu-otdi. Nemis soldatini mazaq qilishni men senga ko'rsatib qo'yaman. Qani qo'lingdagini berchi. Yo tavba. Toshni yuvardi ya. Qara. Qani haligi yigit. Qochmoqchi bo'luvdi-ku. Ho, ana. Topchi Vaxotskiy 28-divizion 4-polkadanman. Men Bayterlaman 9-Novgorod otliqlar polkidanman. Старший o'qchi Fransiya Shigdovas, Varshavalik ko'ngilliman. Vladek, yaxshi sen gapira qol. Yaxshi. Men o'rtoqlarim bilan qochish uchun gruppa tuzdim. Sen emas, qochish to'g'risida oldin yuzak gapirgan edi. Biz esa uni quvvatlagandik. O'sha kishganda uni bugun qamab qo'yishdi. Nima qilishga hayronmiz endi? Nega endi qamashar ekan? Qamashdi-da. O'sha soqollini. Hovlida yurganda olib ketishdi. Nimagaligi noma'lum. 17 metr qazib qo'ygan edik-a. Ish chatoq. Juda ham chatoq. Endi nima qilsa ekan, biron maslahat bersang dedik. Ko'mib tashlashakmikin-a? Ko'mib tashlash? Pichoq topib kesayapman. Ish juda sekin boryapti. Uch haftada bitirarmikimiz, a? Nima deysan? Ungacha og'ayni urush tugaydi. Sen shu yerda o'tiraverasan. Ey soldatlar, payg'ambar aytdiki, shoshmanglar, samoga oshiqmanglar. Avvalo dushmanni payg'ambar aytdiki, shoshmanglar. Ertalab ham repetitsiya, kechqurun ham repetitsiya. Qachon bu butxonada ibodat qilamiz axir? Tezroq tugatinglar. Zo'r gapni aytding. O'zimiz ham tezroq tugatish niyatidamiz. Bayram ham yaqinlashib qoldi, lekin hali hech narsa tayyor emas. Jo'na, bora qol. Keyin ibodat qilasan. Bora qol. Ey polaklar, tez bo'linglar, yo'llarni men ochaman. Faşistlarni mush bilan men boqaman. Jannat darvozasida turamiz.
Mumsho bilan suv ketsa bo'ladi. Gapingizga tushunmadimmi? Kechirasiz. Pichoq sizga ma'qul bo'ldimi yoki yoqmadimi? Yoqmadi. Bu qanaqasi bo'ldi? Shu ham ishmi? Ha, mayli, biror narsa o'ylab toparman. Xaliga olib ketishdi-ku. Kim edi? Ha, u Slesser armiyaga safarbarlik bo'yicha kelgan. Yuzek bizni boshlig'imiz edi. Endi men boshlig'ingizman. Shular. Keng yorug' zallarda qizlar qo'shiq aytardi. Aytinglar. Jannatning eshigida turib, ishini ochmayo payg'ambarni ko'tardik. Payg'ambar bizni jannatga olib soldatlar, hushyor bo'ling, Ustini o'zim to'g'rilayman, u yoqni sizlar kovlaysizlar. Yaxshi. Nega ajablanasan? U o'qimishli yigit. Axir u Varshavaliydi. Yo'llarni men ochaman, fashistlarni mushtim bilan boqaman. Jannat darvozasida payg'ambarni poylab turamiz. Jannat darvozasida payg'ambarni poylab turamiz. Qorovul! Yer qimirlayapti. Yordam! Yordam beringlar! Yordam beringlar! Yordam! Yordam qiringlar! Yer qimirlayapti. O'laman! Yer qimirlayapti. Voy! 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 Nega qarayapsan? Qayoqqa borasizlar? Sen qocholmaydigan yerga. Bunga muhri bostirasan. Bunga ham keyin hammasini stansiya komendantligiga topshirasan. Xo'p, bo'ladi. Bardam bo'linglar, yigitlar. Qochib ko'rmoqchi. Har qanaqa lagerdan ham qochib ketamiz. Ovozingni o'chir. Der Personenzug von Stück in Eberfeld-Kaunach Kirchfeld läuft auf dem Bahnsteig 3 Gleis 6 ein. Abfahrt nach Kirchfeld 3:15 Uhr. Batsik, o'zimizniklari. Qayoqqa olib ketishyapti? Sizlarga nima kerak? Jo'nanglar. Yo'ldan qochinglar. Qochinglar. Narxor. Yugur! Qochdi! To'xta! 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 Halt! Halt! To'xta! Halt! To'xta deyman! O'tama hozir! To'xta! Halt! Hozir o'taman! To'xta! Halt! Halt! Halt!
Nega kulasan ablah? Hujjatimiz yo'q, kiyimimiz ham paryakcha. Vagondan chiqishimiz bilan g'ushlab olishadi. Nega yugur deb baqirding, ahmoq? Ular uzoqqa ketishmagan, janob Fetfel. Hozirgina shu yoqqa o'tishdi. Men ularga o'q uzdim 2 marta. Qayoqqa qarab qochishdi? Mana u tomonga. To'xta, shoshmanglar. Ular shu o'rtada bo'lishi kerak. Balki narigi sostavga o'tib ketishgandir. Yo'q, u yer paroz depos-ku. O'tishsa ko'rishardi. Vagonlarning hammasiga qoramal ortilganmi? Deyarli hammasiga, janob Fetfel. Mana bungacha? Ehtimol bordir, janob Fetfel. Bu yerda buqa bor. Och xavfli. Kelguncha u kirib keldi. Qishlog'imizda buqa 3 kishini suzib o'tirdi. Buqa. Xudo haqqi buqa. Hayvon shoxida o'lgandan ko'ra haqiqiy soldatning dushman qo'lida o'lganim yaxshi. Qora. Ochar. Seni suzmaydi. Axir shiming qizil mask-sana. Chidolmayman. Qo'llarim uvushib qoldi. Yengillanirmasang-chi, axir menga ham osonmi? Qimirlama, suv o'ldiradi. Seni qara-yu, sigirni buqadan ajrata olmabsan-ku. Ha? Men qishloq emasman. O'zi qora bo'lib shoxi bo'lsa, men uchun buqa. Qoragina. Voy jonivor-ey, jonivor-ey. Bu stansiyadagi yigitlarning bo'lsa kerak. Hujjatlar, kiyimlar. Men bilan o'g'ayni hech qachon dard qolmaysan. To'g'ri. Meni pardada tug'ilgansan deyshadi. Yenji Grip 1923-yilda tug'ilgan. Krakov va Dombrova qishlog'i. Strasburgga mal olib ketyapman. Bu Fransiyadami? Uxlama. Uxlayotganim yo'q. Isming nima? Yozek. Meniki Frank. Mendan xafa bo'ldingmi? Nega? Haligi lagerda. Yaxshi, yangi noming bilan tanishib ol. Sen tilla yigit ekansan. Frank. Frank. Ha. Agar Fransiyaga borib qolgudek bo'lsak, bizga qurol berisharmikin? Ehtimol berishar. Sen miltig'ingni ko'mib qo'ydim. Lattaga o'rab ko'mib qo'ydim. Boshqasini topaman. Senchi? Men ham o'zimga miltiq topaman. U dunyodan bo'lsa ham topaman. Uxlayotibdi isqirt dangasalar. Sigirlar ochidan o'layapti, ularni uxlashini qara. Qani turlaring, mollarni olib chiq. Keksa gulka ko'rib qolsa bormi, ta'zirlaringni berib qo'yadi. Strasburg, xudo haqqi Strasburg. Strasburg, aniqo Strasburg-ku. Bu Fransiya emas, Avstriya. Qachongacha qaqqayib turasanlar u yerda? Ya alohida taklifimni kutyapsanlarmi, ha? O'jalang ayollar.
Sizga mollarni topshirib, Polshaga qaytishimiz kerak. Mana bu yerda yozilgan. Bizda ishimiz tugadi. Bu qog'ozlarning menga ahamiyati yo'q. Bu yerga o'ynagani kelganlaring yo'q, bitta muttahamlar. Qanidan o'shga tushinglar. Bo'lmasa boshqacha gapirib qo'yaman. Salom janob Gulka. Bular ishgami? Ishga. Ishga. Bular Polshadanmi? Ha. Ahmoq bo'lib sen bilan shu poyezdga chiqib yuribman-a. Endi ko'zimga ko'rinma. Yur. Yuzuk, to'xta. Tashlab ketmagin endi. Iltimos qilaman. Bilmasdan boshqa poyezdga chiqib qolmizda. Hamma ham yanglishadi-ku axir. Yuzuk. Shu ham do'stlik bo'ldi-yu. Qoraxon, sen ham mendan xafamisan? Gans Büyerlerga Polshadan 3 sigir yuborilgan. Artur Reknagelga Polshadan 2 sigir yuborilgan. Lodette Spek Führerga xizmat qilayotgan 3 o'g'lingiz evaziga Polshadan yuborilgan 3 sigir sizga. Tabriklayman sizni. Yashasın Führerimiz Adolf Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Yordam beringlar! Polshadan buqa kelyapti! Yordam beringlar! Buqa! Heil Hitler! Buqani Reyxga qarshi gijgijlatgani uchun mana bu shaxs Gestaga topshiriladi. Heil Hitler! Demak, polaksan, bu yerga ishga kelgansan, shundaymi? Ha. Xo'sh, hujjatlaring qani? Haligi buqasi bor-u, o'sha yirtib tashadi. Isming, familiyang? Gjakich Bzenchichkevich. Bzenchichkevich. Grzegorz. Bzenchichkevich. O'char ovozingni. Gans,
Gans. Eshitaman. So'roq qilib, mashinkada protokol yoz. Bo'ladi. Isming Grzegorz Brzęczysikewicz. Nima? Guvoh Gulke. Halgitlar. Polshadan kelgan eshelonning hujjatlari sizdami? Buqali vagonlarniki. Afsuski bu hujjatlarni janob Obrushturin Ferrer buqa bosib yirtib tashabdi. Polakning ismi balki yodingizda. O'sha paytda buni eslab bo'ladimi? Lekin undan ham muhimroq narsa olib keldim. Buni yo'ldan topdik. Uni buyumlari. Qayerda tug'ilgansan? Gzhonshi boshitsa. Pshepish bu yonda. Ha? Qaysi lagerdan qochding? Xo'sh? Aldor MZni 7-A lagerdan. Haqiqiy isming nima? Fransishek Dovas. Iflos istivacha. Kesafonni laqillatmoqchimiding? Helmut. Olib ket. Gel Siyos. Aldorp MZ'dagi harbiy asirlar lageri komendantiga Oberbomburgdagi Gestapo boshlig'i sizga ma'lum qiladiki, harbiy asir Fransishek Dolas asirlarni olib ketayotganimizda qochishga uringani uchun bugun otib tashlandi. Uni ro'yxatingizdan o'chirib tashlashingizni iltimos qilamiz. Bo'ldi. Achtung, Achtung! Der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21:30 Uhr ein. Bitte von den Gleisen abtreten. Ich wiederhole. Der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21:30 Uhr ein. Bog'lab ol. Maylimi? Tezroq bo'l. Hozir. Qog'oz yo'q ekan. Eshikni yop. Nima, ketingdan eshikni yopib yurishim kerakmi? Kim o'zi? Polyak harbiy asiri, lagerdan qochgan. Ha.
Yana qistab qoldi. Boringlar tur. Ay, mendami? To'roydan beri shovg'am sho'ra berasizlar. Voy. Namuncha betamiz bo'lmasa, odob degan narsani bilmaydi bular. Hoy, bo'ldingmi? Tezroq bo'l. Tezroq deyapman. Bu yoqqa kelinglar. Bu yoqqa. Yordamlashaveringlar. Tezroq, bu qochib qoladi. Bo'l, tez. Qo'yib to'xtating. To'xtating tezroq. Qo'yib to'xtat. Tezroq. Ablah. Ablah. Tosh ko'chdi. Kimsan o'zing? Tog'da adashib qoldingmi? Yo nemis armiyasidan qochib o'tdingmi bizning Yugoslaviyaga? Qo'y. Yugoslaviya!
Kecha kechqurun poyezddan polak harbiy asiri qochdi. Izi sizlarning yeringizga olib keldim. Bizda bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda Ma'lumotlaringizni aloqasi yo'q. Janobi Obershturmführer. 1 soat bo'ldi. Yugoslaviya sizlar bilan tuzgan shartnomani bekor qildi. Agar bu ablahning gapi rost bo'lsa, bu yerdan tezroq ketganimiz yaxshi. Ha. Janob Obershturmführer. Ana bu. Tezroq ketishingizni maslahat ko'raman, janoblar. Surbetlar. 5 minutdan keyin chegara yo'li yopiladi. Afsus, qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Pasport haqiqiy poruchik. Mutlaqo xotirjam bo'ling. Xo'p bo'ladi, pan polkovnik. Siz faqat yangi nomingizni bilib olsangiz kifoya. Marhamat. Xo'p bo'ladi, pan polkovnik. Splitda Yugoslaviya kemasiga o'tirasiz. Kema ertalab soat 7 da yo'lga tushadi. Bu qog'ozlarni bo'lsa, tayinlangan joyda generalga topshirasiz. Maxfiy. Affedersiz. Bunaqa ko'nikmaganman konspirativ ish usuliga. Yana bir topshiriq bor. Elchixonamizga bir soldatni olib kelishgan. Uni do'stlarimiz inglizlar yoniga yetib olishda yordamlashsangiz, buni ham eplaysiz degan umiddaman. Marhamat. Rahmat. Siz bilan yaqinroq tanishishga imkon bo'lmadi. Yaxshi emas, pan polkovnik. Qo'lingizni o'paman, pani poruchik. Ozod bo'lganligi uchun hech gunoh emas. Lekin o'zingizni tutib olsangiz bo'lardi. Slavyan tillari juda o'xshashda. Xuddi bizning tilda gapirayotganga o'xshaysiz. Xudoyim-ey. Poyezdga qayoqdan tushib qoldim? Ko'p tentalik qilmang. Turing, kelib qoldik. Qayoqqa? To'xtang, juda chanqadim. Tomog'im qaqrab ketdi. Ko'p g'ingshimang. Vaqtimiz juda ziq. Sizni deb kechga qolmaylik tag'in. Darrov kelaman. Shu yerda 2 qadam narida xolos. Ichaman u qaytaman. Kemada icharsiz, yura qoling. Qanaqa kema? Nima deyapsiz o'zi? Meni qayoqqa olib ketyapsiz? O'zingiz xohlagan yoqqa. Esingizni yeb qo'ydingizmi? Iltimos qildingiz-ku bizdan. Ha, iltimos qilaman. Qaysarlik qilmang. Sizni olib borib qo'yaman deb polkovnikka so'z berganman. Bu buyruq. Uni bajarishga majburman. Bildingizmi? Bildim, ha. Qanaqa buyruq? Qanaqa polkovnik? Hech narsani eslolmayapman. Ajablanmang. Vagonga olib chiqishganda g'irtmas edingiz. Arqonni tashla! Tor! Ey, shoshmanglar! Nega kech qolasizlar? Tezroq! Trap olinsin, olinglar darrov. Kapitan chaqiryapti.
ishlar qalay birodar? Qayoqqa ketyapsizlar? Kiprga, u yerdan inglizlarga qo'shilib olib, polyak armiyasida xizmat qilasan. Luka, uni qorini to'yg'azib qo'yib bironta ish topib ber. Qani yer. Qolib ketyapsan. Kam bizga. Senyor kapitan, o'ng tomonda kema. Savdo kemasi. Tushundim. Tez oralig'ini aniqla. 5-6 mil. Jangovar trevoga. Jangovar trevoga! Periskop ko'tarilsin. 005 ga to'g'rila. Yes, senor 005. Hozir ko'ramiz. Yugoslaviyaniki. Kichkina kema. Zambarakdan o'tamizmi? Yuqoriga chiqib bo'lmaydi. Tepamizda ingliz samolyotlari uchib yuribdi. Torpedo otamiz. Birinchi apparat. Yuqoriga chiqinglar. To'xtatib bo'lmayapti. Tezroq. Tez qayoqqa tushinglar. Bo'l, tezroq bo'l. Olaq qani? Kelyapti. Olqachi, ko'rmayman. Ana urdinglar. Yana bir otsakmikin? Hojati yo'q. O'ng tomonda qayiqlar. Bu qanaqasi bo'ldi? Shu yetishmay turuvdi o'zi. Kapitanga aytay. Kimlar ekan? Eshitaman. Janob kapitan, kemaning o'ng tomonida ikki qayiqda odamlar kelyapti. Kemaga olinglar. O'ngga bir. 100. Ha, 1. Ha, 2. Ha, 3. Eshkaklar olinsin. Ehtiyot bo'l. Tortni mahkam ushla. Tort o'zingga. Yana. Tezroq. To'g'ri pastga olib tushinglar. Palubada iversa yurishmasin. Tezroq. Juda o'pirib yubordi. Suvni to'xtatolmadik. Sal bo'lmasa, narigi dunyoga ketardik. Ular betaraf kemaga torpedo otishdi. Kimsizlar o'zi? Yugoslavlar. Ruxsat eting o'zimni tanitay. Kapitan Dimas Tayardinovich. Angliyaga ham yetib bora olmadim. Fransiyadan bor ko'tardilar biz. Haligilarning yoniga. Xo'p bo'ladi. Qani yur. Janoblar, menimcha yanglishyapsizlar. Kapitanga borib hammasini tushuntiraman. Bu yoqqa. Yana bittasi endi. Safimiz ko'payib qoldi. Sen ham Suriyani havas qilibsan-da.
Sotqinlar! Men Fransiyaga bormoqchiman. Qarshi jang qilmoqchiman. Aziliyon! Jang qilasan lekin Fransiyada emas, Suriyada. Gitlerga qarshi mas'ul tomonda. Marshal Petten bayrog'i ostida jang qilasan. Alors, passe de carte, Jean. Ça doit Sabatiya, Mayyar, Vanyo, Jean Petit, Pellegrini. Men Petit emasman. Bu mening ismim emas. Nega janjal qilyapsiz? Men Do'sman. Familiyasi yoqmayapti. Hammaning ko'ngli qiyin-da. Har kimning talabi har xil. Marhamat. Smirno! Encore un officier. On a qu'est-ce qu'il veut maintenant? Isqirtlar, soldatlar, shu minutdan boshlab sizlarning haqiqiy ismlaring bizni qiziqtirmaydi. Shuningdek, millatingiz ham shu kungacha nima bilan mashg'ul bo'lganingiz ham bizni qiziqtirmaydi. Buni biz uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Endi hammalaringiz chet el legionining soldatlarisiz. Sizlarga Fransiyaning shon-shavkati uchun jang qilish huquqi beriladi. Muncha menga yopishib qolding. Yashasin Fransiya! Hozir sizlarni mashinalarga o'tkazib kasarmaga olib borishadi. Ust-bosh bilan qurollarni o'sha yerda olasizlar. Borgan zahotiyoq, ha? Qani endi mashinaga chiqinglar. Mashinaga chiqinglar. Mashinaga. Tezroq. Tezroq, qani tezroq. Bo'la qolinglar. Hay! Voy, sernaqalardan turma ham bezor bo'lsa kerak, ha? Buya! Qarab tur, kazarmada da beni bermasanmi? Qolyapmisan? O'zim shunday deb o'ylavdim ha. Rahmat. Merci. 1000 frank. Menimcha yetadi senga. Nima oz? Nega oz bo'lar ekan? Axir o'zing 600 ga olganding-ku. Halawa asali. Sit Rami, sit sıra, sit orada. Sit Baribir hech narsani tushunmaydi. Ertalabdan beri ichadi. Uni o'ziga keltirish kerak. Ish juda jiddiy. Qo'yinglar meni. Nega suraysizlar? Nega urasizlar meni? Smirno! Nima gap? Bu eskizlar qayerdan kelib qoldi? Rezervdan yuborishdi mening kapitanim. Hammasi 15 ta, yana qo'lidan hech qanday ish kelmaydiganlar. Bizga doim faqat chiqitlari keladi. Ablahlar, muttahamlar, iflos o'g'rilar. Senlar odammisan?
Senlar barcha millatlarning harom tashlandig'isizlar. Sen qochoqlarni legion qutqarib qoldi, rahmat denglar. Bo'lmasa umrlaringni oxirgi katirgada qon yutardinglar. Barhayot marshal Petan qo'mondonligida sizlar uchun shon-shavkat yo'llari keng ochilgan. Yana senlar betlaringni qalin qilib bizni ovqatdan bosh tortib qo'zg'olon qilyapsizlar. Meni kapitanim, bular qo'zg'olon qilishgani yo'q. Nima? Bular yangi kelishgan-ku. Yangi? Pardon. Bu boshqa gap, bu boshqa gap. Aytinglarchi yigitlar, kim ovqat pishirishni biladi? Ruxsat etsangiz tushuntiray. Juda soz. Nima soz? Men sharq taomlarini juda yaxshi ko'raman, judayam. Meni kapitanim. Hech tushuna olmayapman. Voy. Meni kapitanim, 4-rotani nima qilamiz? Ular to'polon qilishyapti-ku. Judayam soz. Men ularga ajoyib oshpaz topdim. O'sha turkni ularga ro'para qildim. Turk emas, polyak. Yana ham yaxshi. U savdotlarni haligi kabob bilan boqadi. Jinursin o'shalarni. Ular kiyim-kechak olishlari kerak. Olib bor. Merra! Bravo! Shagam marsh! Sen yana bunaqa bilarmonlik qilma, polyak bo'lgani uchun aytayapman. Voy og'ayni, hamshahrim ekansan-ku. Ular meni zo'rlab olib kelishdi. Men Polsha armiyasiga bormoqchi edim. Senga aytdim-ku, tilingni tiyib yur. Bunaqa gaping uchun karserga tushasan. Ana xolos. Shuyam tartib bu. Hamma yoqlar to'ntadi-ku. Bu yerni bir oyda ham tozalab bo'lmaydi. Xo'sh, tozalab bo'lgach, ovqatga urin. Mendan qanaqa oshpaz chiqsin? Hatto og'ayni tuxum pishirishni ham bilmayman. Ilojdimi, endi o'zingdan ko'r. Men senga og'ayni emasman, seni boshlig'ingman, bildingmi? Bildim, panserjant. Panserjant emas, mening serjantim. Xo'p bo'ladi, mening serjantim. Nima segerda edi bu? Degarchiligini ko'ru. Serjant, hamshahar, azizim. Yo'q, mening serjantim. Qozondan botinka chiqdi. Xudoga qiros. Uni olib tasha, yana birontasi yutib yubormasin. Mening serjantim, iltimos yordam qiling. Men oshpaz bo'lishni istamayman. Bo'lmasa ular meni ham pishirib yeyishadi. Pishirish olmaydi. Bor kiyimlaringni ol. Ey oshpaz, seni bir amallab pishirib olamiz. Ovozingni o'chir. Ikki qator bo'lib saplan. Ey, nega imlaysizlar? Tezroq! Tezroq! Bo'ldi, shu savatlar ham bo'ladi. Yetsa bo'pti-da. Kapral, mashqdan keyin oldimga kiring. Xo'p bo'ladi. Faqat arablar bilan janjallashmanglar. Shundoq ham dushmanlarimiz yetarli. Inglizlar bilan tez urushib turibmiz. Sochishni xohlashmasa qaytaveringlar. Eshitmay meni kapitanim. Dorimni ham unutma. Unutmayman meni kapitanim. Nima kerak? Panserjant, legionga o'z ixtiyori bilan kelgan deb o'ylaysizmi? Ular meni bu yerga zo'rlab olib kelishdi. Zo'rlab? Hamma shunaqa deysan. Rost, ishonmasangiz so'rang. Jahlim chiqqanidan bir soqchini poplab tushirdim. Chiq tepaga. Uni durustroq tushirdingmi? Boshini changallab qoldi. Qani bo'l, bo'lmasa kechgacha yeta olmaymiz.
O'sha oydan beri boshimiz konservadan chiqmaydi. Agar biron boshqa narsa sotib ola olsang, hamma ish yaxshi bo'ladi. Ovqating naqadar bemaza bo'lmasin, boqqos urishadi. Pul uni sumkasida. Lillah fi sabilillah, lillah fi sabilillah, lillah fi sabilillah, ta'amul miskin, ta'amul miskin, lillah fi sabilillah, lillah fi sabilillah, ta'amul miskin. Qo'yini sotasanmi? Man 5. Halik ruhlar. Qalaysa bir halik, man 5. Ruh bir halik, ruh. O, tavuklar. Baribir shunga sotmaydi. Man 5 ruh. Nechun oz qilishmasa? غنى قوانين ايش بل؟ دع ما بيع اي حاجه ما؟ لك اي حاجه ما بيع يا اخر pulni to'layma. Pulni berchi. U balkim tekinga oladi deyotganlar. Ular xohlashmaydi legionerlarga sotishni. Pulni menga daxli yo'q. Sotib olaman. Sotib olaman. Mana senga pul. Mana. Puliga. Olaman. Mana puliga olaman. Puliga tekinga emas. Barra ko'zi choq olaman. Mana pul chiqib. Mana. Jinnurgurlar. Pulini to'layman. Qaranglar. Senlar deb meni sho'rva qilishadi. جيدة بعد الآن 4 الآن لك شمس بس يلا جيدة بس Papirosni olchi. Sigaretni. Yana bir pachka xuddi mana shunaqasidan. Ali. Kechirasizlar, 1 minutga. Odamlar, men jinniman, jinnixonadan qochdim, pullarimni ulashaman. Mana marhamat, 3 qarta, 2tasi qora, bittasi oq. Sizlar faqat oqini topsanglar bas, meni pullarim sizlarga o'taveradi. Qorasini olsangiz yutqizasiz, oqini topsangiz yutasiz. Yo baxtingchi tavakkal yutolmagan pesukal, 1 2 3 oqini topingchi. Hadi. Oqi, bu janob yetdi. Marhamat, pulingizni oling. Mana, qorasi yutqizadi, oqi yutadi. Gap qoling, kim topadi? Haloyiq, men bir jinni bo'lib qoldim. 1 2 3 qani topingchi. Marhamat, oling. Yana oq chiqdi. Mana ko'ringlar. Sizni tabriklayman. Pul sizniki. Gap qoling, olib qoling. Pulim tugay deb qoldi. Haloyiq odamlar, men chinnigamga jinni bo'lib qoldim. Xafa bo'lmanglar janoblar. Yo ostidan yo ustidan deganlaridek yana bir baxtingizni sinab ko'ring. 1 2 3 kim topadi? Boshqa qo'ya olmayman. Tovuq ham yetarli. Lekin banan kerak bo'lib qolar. Attang, bu janobni ham omadi kelmadi. Uzatvoring. Kim topadi? Kim? Oq karta yutadi, qorasi yutqizadi. 1 2 3. Qani, oling, marhamat. Do'los. Darrov mashinaga chiq. Pansershon shuncha narsani tashlab, ha? Kimga aytayapman, chiq mashinaga. Janoblar, afv etasizlar. Ringga la'nat, nimalar bo'lyapti o'zi? Yana boshlashdimi qo'zg'olonni? Ularga yaxshi oshpaz topib berdim-ku, balki uni ham qo'zg'onga tashlashgandir. Yetar endi, jonimga tegdi. Men ularni boshqa yoqqa o'tirmayman. Kimki ovqatdan norozi bo'lsa, gap vaqtiga tiqib qo'yaman yoki o'sha yerning o'zida otib tashlayman. Hech kimni ayamayman.
J'entends de la bonne soupe, chef, ce soir. Oo, bu yoqqa qarasalaringchi. Bu nima o'zi? Ye tovuq. Yo'q, tavba. Menga. Vitaminlardan ham ber ularga. Menga ham ber. Semizroqdan bo'lsin, semizroqdan. O'zim ham bor ekan. Marra qo'zi go'shtdan yersiz. Marhamat. Bu o'sha konservadan emas. Yoki so'yib pishirilgan tovuq-ku. Marhamat kapitan, mana sizga hammaga yetadi. Yana atala olib keldingmi? Mening kapitanim. Tovuq sho'rva-ku bu axir. Starshi o'qchi Franikdolos xizmatingizga tayyor. Qanday qilib shuncha narsani ola olding? U yutib oldi, mening kapitanim. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Qanday qilib? Bir o'zing butun arablar bozorini yutib kelding. Hozir hammasini ko'rsataman. Ruxsat etasizmi? Ish bunday bo'lganda. Ehtiyot bo'ling mening kapitanim, juda epchil bola. Qorasini olsangiz, yutqizasiz. Oqin topsangiz, yutasiz. Qani mening kapitanim, toping oqini. Juda soz kapitan, siz yutdingiz. Marhamat. Oqin topsangiz yutasiz. Qani top ko'ringchi. 1, 2, 3. Siz bu gal ham yutib oldingiz. Marhamat, pulingizni oling. Do'las bosqil bo'lmasa yomon bo'ladi. Xalaqit berma, bo'yim menga yoqdi kadras. Marhamat. Attang, bu gal siz yutqizdingiz. 1, 2, 3. Nachora, bu gal ham sizga baxt kulib boqmadi. Yana qo'ychi. Bir, 2, 3. Axir bozorda shunday bo'luvdi-da. Sen ayyorsan. Men seni teringni shilib olaman. Qamalsin. Faqat suv bilan non berilsin. Ular bosib kirishadi. Nima qildik? Nega baqirishyapti? Nima kerak ularga? Kimdir ularni aldatdi. Olgan narsasi uchun to'lamadi deyishyapti. Ah, balak. Shunday adabini berayki, uni trivoga ber. O'zlaring tartibga savoli bu mutaxamlarni haydanglar darrov. Oshpazni qamoqdan chiqarmaguningizcha meni kapitanim. Hech ham o'rnimizdan qimirlamaymiz. Tushundingizmi gapimga? Joydan beri bo'lmagan narsalar bilan boqdingiz. Sasigan konservalar bilan ozod qiling polyakni. Polyaksiz hech qayoqqa bormaymiz. To'g'ri. Haydaymiz, yoqmay qolsin. Bering. Buni ana o'rtoqlarga ber. O, barakalla Palak. Yashavad. Rahmat, shu yerda ham bizni unutmadi-ya. Bu yerdan chiqib olsam, sizlarga kotletlar pishirib beraman.
deb olay. Yoki beef stroganov. Turneps alla Rossinini ham pishirishni bilaman. Lavlaga solingan pomfrit yoki sardak tayyorlab beraman. Sardak? Nima o'zi? Jilega o'xshagan. Onam menga somsa pishirib berardi. Sizlarning qurbaqay o'quvchilaringizga o'xshagan emas. Yumshoqqina, qip-qizil. Oshlaring! Kim bu? Qani oshlaring, biz Polyakka keldik. Nima? Yana biz konservaylikmi? Ya aqmog'ing yo'q bu yerda. Osh deyapman, bo'lmasa granata tashlaymiz. Panjarani buz. Hey Mayis, balki ochganimiz yaxshidir. Devale kotletchi. Sardakchi. Ablahlar. Polyakni bergandan ko'ra o'lganim yaxshi meni. Unga tegib ketmasin deb mening sershantim granata tashlamadi. Granata yotinglar. Dolas, jinnilik qilma. Menga katta yordam qilding, isyon ko'tarildi. Biz legiondan ketyapmiz. Men ham sizlar bilan birga ketaman. Bir ilojini toping, ayting, meni qo'yib yuborishsin. Tezroq mening serjantim, kapitan jandarmga odam yubordi. Iloji yo'q, o'zing ko'rib turibsan-ku axir. Pan serjant, axir. Mabodo Polshaga qaytib Tsaxanovga borib qolsang. Tezroq bo'ling. Keksa Ketris ham vatanini sog'ingan deb qo'ygan. Xayr. Og'aynilar, azizlar, meni tashlab ketmanglar. Kapitandan yutgan pulimni hammasini beraman. Men yolg'on aytgandim, ha? Muhim ish bo'lsa kerak. Ochaymi? Nima gap o'zi? Ochinglar. Ochinglar tezroq, ochinglar. Senga nima kerak bu aro? Meni kapitanim serjant Kedros soldatlar bilan fortdan qochib ketdi. Ular yordamchingiz bilan soqchini bog'lab yerto'laga tashlab ketishdi. To'sqin oling. Uni ushlab qolmoqchi bo'lgandim. Mening kapitanim. Yashasin ozod Fransiya, yashasin general de Gaulle. Ular katta yo'ldan ketishdi. Bu yerdan 40 kilometr narida. Baribir qochib ketisha olmaydi. Qancha soldatimiz bor? Juda oz mening kapitanim. Qamoqdagilarni ham bo'shatishga to'g'ri keldi. Tezroq bo'lmasa yeta olmaymiz. Tezroq yur og'ayni. Bunaqa imillaydigan bo'lsa, qochib ketishadi. Kel, yordamlashib yuboray. Ushlab tur. La'natlar. Shu dahmazani ko'tarib yurishim jonga tegdi. Yordamlashaman. Qani yur. Shu tepalikda pozitsiyani egallaymiz. Xo'p bo'ladi mening kapitanim. Hey, shu tepalikni egallaymiz. Tezroq yigitlar, tezroq. Yotinglar. O'qlarmi? Mendan polyak olindi. Hey, polyak! Nega anqayib o'tiribsan? Avtomatin qani? Polyakka beruvdim. Nima? Qayoqqa yo'qoldi o'zi? Ey, polyak! Qanisan? Polyak! Legioner François Dolos.
Arka! Nayzalar o'rnatilsin! Kesimdan olg'a! Olg'a! Yaşasın Marshal Petain! Yaşasın Fransiya! Hey, taslim bo'linglar. Hammangiz sotqin, xoinsizlar. Sen bo'lsang. Yo'q-ku, pianista. Ko'rinishingdan zakuska qilib olganga o'xshaysan, viskidan keyin. Sanot tashlayman muttaham. Ushlanglar uni, ushlanglar. O'xshaysan, viskidan keyin. Sanot tashlayman muttaham. Ushlanglar uni, ushlanglar. Ko'p xafa bo'lmang mening kapitanim. Sizning qo'mondonligingizda bundan keyin ham ishlayveramiz. Lekin bir shart bilan, agar siz ham ozod Fransiya tomoniga o'tsangiz. Nima? Men Degolga itoat qilaymi? Kim o'zi? Nomini eshitishni ham istamayman. Miltonni ham shunaqa ushlaydimi, ofisar? Bu hali kerak bo'lib qoladi. Qani, mashinalarga ishinglar. Biz nima qildik? Polsha armiyasiga boramizmi yo inglizlarga? Urushgacha kim eding o'zing? Urushgachami? Urushgacha meni katta mulkim bor edi. Ajoyib mollarim, qora buqalarim, sigirlar bo'lsa haligi. Rostini aytchi. Rosti hech nima yo'q edi. Qurilishda g'isht tashirdim, karta o'ynardim. Nimasini ham aytay, har xil ishlar bo'lgan. Men Fransiyada ko'mir qazidim. Miltonni qo'limga birinchi marta Ispaniyada olganman. 3 yil turmada yotdim. Nemislar Fransiyaga bosib kirishganda Gestapo qamoqdan ko'ra shu legionni afzal ko'rdim. Pan serjant, siz ham axir polyaksiz-ku. Bizning o'rnimiz Polsha armiyasida. Biz Polsha uchun jang qilishimiz kerak. Qanaqa Polsha uchun? Qanaqa Polsha uchun? Axir bizning Polsha bitta-ku.